Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalim Ashadbek obunachi. Xudo xolisa biz mana yangi paytda qo'zlamiz. Junni olib yengillarni sizlarga ko'rsatyapmiz. Xudo xolisa eng birinchilardan ko'rish uchun obuna qilmasdan bosib qo'yinglar, bitta like bosib tirqillatib. Bizni qo'llab-quvvatlab tursangiz, Xudo xolisa qo'ylar chiroyli qo'zlarga azbur beramiz. Soni 150 bosh yetgan bugun yetdimi? Xudo xolisa yengillarni endi oldik. Mana yoshi 4 oy 5 oylik kichkinalari bor, 2 oydan 3 oyliklari ham bor. Bo'ylari 65 dan 75 ga chiqaradi. Qo'yamiz keyin yo'lda boryapmiz, yo'l bo'yida. Mana aytar. Jo. Xudo qo'yamiz, yingidan ham zo'r chiqdi. Emas. Ketdim be. Xudo xolsa qo'yamiz, yingidan zo'r chiqdi. Kimga kerak bo'lsa, kerak. Ekranimizga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqa qiling. Toshkentgadir dastlabki qilib yetkazib beramiz. Agar like bosib, tirqillatib, qo'llab-quvvatlagan bo'ldi. Mana qo'ylarimiz katta kichik qilib bo'ldik. Xudo xolsa qo'chqor sog'lab qilib. So'lolabeydi. Narxlari o'ta qulay, shunday qilib kuponkalarni kelishib beriladigan narxlar. Ular 2.800.000 dan kam bor. Qo'chqor to'liq aralash tanlab olish. Hayda. Soni 30 bosh. Yebishlar bittaga terrab bemalol 3 oylikdan 2,5 oylik qildi. Ular so'liq. Boylar 75-70 har xil. Narxlar 3.800.000 dan kam bor. Ko'proq ham kelishib beriladi. Qo'chqor chekkinrog'i 3.600.000 minus. Kattasi plus, kichkinasi minus. Yebishlar ko'pchilik. Uyga borgandan keyin bir hafta sinov bo'ladi, bemalol qo'ydi. Kattalari bor, shu. Qirg'izistondan bitta qo'chqorimiz bor, Qirg'iziston. Soni ko'pida Qirg'iziston sotilib ketdi. 150 bosh ham barra qo'zlarimiz. Bular narxi 4 milliondan chekam bor. Tanlab olish. Unda mo 4 ta 5 dan kam bor. Like bosib olib turinglar. Oftum tepa qo'rg'onmay kelib turibsiz, xudo xolasa.